Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Matlarakman. Bugungi uchastkamiz Avangard Boyqo'rg'onda joylashgan. Yo'l yuzidan 100 metr ichkarida, kanal yonginasida yoz kunlari xudo xohlasa suv o'tib turadi. Maza qilib suv iforlaridan bahramand bo'lasiz. Fasatimiz 15 metr, ichkariga 16 metr. Umumiy hisobda 2,5 sotik, 5 ta xonali, pat ключ, Euro remont uchastkamiz sotuvda. Darvoza bilan kirib kelayotganmiz, chap qo'limiz va o'ng qo'limizda ekin poliz ekkani, rayhon, kartoshka, paxta ekkani kichkina vinogradimiz bor. Tak, 5 xonali bo'ladi. 3 ta xonamiz bor, 2 ta xonamiz bor. Kirib kelinglar. Mana birinchi eshigimiz bu. Детский qilsa ham bo'ladi. Bitta xonamiz shu bo'ladi. Uyimiz polniy отопление qilingan, ba'zi joylarda to'pli pol qilingan, hujjatlari joyida, gazga loyiha olingan, svet loyihasi bor, kadastrlari bor, hujjatlari joyida. Uy sizni kutmoqda. Отопление qilingan, 4 ta devor hammasi bo'ylangan, chiroyli lyustralar qo'yilgan. Xat hujjatlari joyida, aytgan kuningiz nomingizga o'tkazib beramiz. Narxi $73,000, ozgina kami bor. Joyida gaplashamiz, telefon nomerlarini yozaman, telefon qilaverasizlar. Avoylar ham yaxshisidan ishlatishgan, ko'rib turibsiz. 3 ta xonani ko'rib o'tdik, qolgan 2 ta xonani ko'ramiz. Avangardda Boyqo'rg'on mahallasida joylashgan. Bu yerda bizning oshxonamiz bo'ladi. Mana bu oshxona mebellarni qo'yib, gaz plitalarni qo'yib. Bu yerda o'zining shaxsiy sanuzeli bor. Vanna tualeti. Ichkarida bu ota-onalar yotoqxonasi qilsa ham bo'ladi. Sanuzelimiz. Mahallada svet o'chib qolgan ekan, o'shani hisobiga hozir qorong'uroq holatda olyapmiz. Kelishib olib telefon qilib kelsangiz, adres bilan lokatsiyasini tashlab beramiz. Kelib o'z ko'zingiz bilan ko'rib ketasiz. Qo'yli bozordan 11 kilometr, Food City bozordan 5 kilometr uzoqlikda. Bu zalimiz bo'ladi, kattagina mehmonxonamiz. Lyustralar qo'yilgan. Uy travertinlari qilingan, fasadlari bitgan. Bu yerda yana bitta tualetimiz ham bor. Bu yerda hojatxona, tashqarida, ichkarida hozir ko'rdinglar. Hozirgi yana bitta bu yerda yana bitta eshigimiz bor. Tak, xodimiz bor yuradigan. Bu yerda Katyolxonasi shu yerda joylashgan. Tualet mandan ham shu yerga sig'dirsa bo'ladi. Bu kafelarni sizlar kelama deganingizcha xudo xohlasa to'liq bitkazib qo'yamiz. Sizlar bilan Matlarakmal profilimda boshqa uylar bor. Agar sizda sotilayotgan uchastkangiz, arenda uylaringiz bo'ladigan bo'lsa, dom kvartiralar bo'ladigan bo'lsa, sotishda, uy olishda, arendaga uy topishga, uy arendaga topshirishda yordamlashaman. Menga hozir shu Bektemir atrofidan iloji bo'lsa 5 xona, bo'lmasa 4 xonali ham bo'ladi. $75,000-$80,000 uy kerak bo'lyapti. Bektemir qo'liga yaqinroq joyda. Shunaqa uy bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqing. Tayyor klientim bor. Shuni o'tkazib yuboramiz telefon qilgan kuningizda o'zini xudo xolasa. Sizlar bilan Matlarakmal. Shuncha harakatim uchun obuna bo'lish eshikdan chiqmasin.